Assalomu alaykum gruppadoshlar. Mana hozir yangi obyektni oldik va bunaqa qilib oynaga ochdik. Hozir bu yoqqa bitta akfa olganmiz, uni qo'yamiz. Bu yoqqa endi bilmayman, bitta eshik olib beraman dedi, olib bersa. Hozircha mana gruntovka sepib, xudo xolasa kompressorchalarni endi ko'ramiz ham. Shpaklovka sepmoqchimiz. Bu yoqqa tortishni o'zi xato deb o'ylaymiz. Chunki yomg'ir o'tgan ancha. O'shanga devor xato bo'lgani uchun sepyapmiz. Mana shu bola hozir qarasak sepish bo'yicha profession deforman deyapti. devorni patmagan tortishib beryapmiz. Bu devorni patmayaligiga bola pashsha qolsa qolib ketadigan joylar. Paddesh yaxturaslar degan bittamiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Hozir egasi kelsa, pravilab kelsa, patmagan devorni o'chirmoqchimiz. Qanday bo'ladi? Tekshirib topshiramizmi? Hozir bu obyektimizni tekshirib, egasiga patmaganligini tekshirib topshiramiz. Ilhom olma yeganiga ichidan qurt chiqdi.